Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, yana darsimizni boshladik. Demak, bugun 3-darsimiz. Kompyuterning dasturiy ta'minoti va klassifikatsiyasi degan mavzuni o'tamiz. Har doimgidek Malik Ruslan Ravuch va biz dasturiy ta'minot haqida qisqagina gapirib o'tib ketamiz. Demak, dasturiy ta'minot tushunchasi bu ko'pinchalik inglizcha software degan so'zdan kelib chiqqan. Bu kompyuter qurilmalarini boshqarish va muayyan vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Demak, to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz mumkin. Dasturiy ta'minot asosan 3 qismga bo'lib bo'lganlar. Birinchisi tizimli dasturiy ta'minot, bu operatsion tizimlar, driverlar, utilitalar aynan birinchisiga kirib ketadi va ikkinchisi amaliy dasturiy ta'minot, bu foydalanuvchilar ilovalari bo'lib hisoblanadi. Har qanday amalda qo'llaniladigan barcha dasturlar to'plami bu amaliy dasturiy ta'minotni beradi. Va uskunaviy dasturiy ta'minot bu dasturlarni ishlab chiqarish vositalari va ikkinchi nomi ham bor, dasturlash texnologiyalari ham deb aytib o'tib ketiladi. Aynan 3-siga kirib o'tib ketadi. Va dasturiy ta'minotni tasnif haqida gapiradigan bo'lsak, bu tizimli, amaliy va uskunaviy dasturiy ta'minot sifatida aytishimiz mumkin bo'ladi. Va tizimli dasturiy ta'minot, demak, birinchisi aynan kompyuter apparatlarini boshqarish va boshqa dasturlar uchun platformalar yaratuvchi dasturlar to'plami va u qurilma va foydalanuvchi dasturlar o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi qism bo'lib hisoblanadi. Aynan tizimli dasturiy ta'minot. Ularga misol sifatida keltirishimiz mumkin BIOS, aynan kompyuterda kirish va chiqishlarni boshqarish qismi bo'lib hisoblanadi. Keyin operatsion tizim yuklagichlari, aynan operatsion tizimni yuklash uchun xizmat qiladi va qurilma keyin esa undan keyin qurilma driverlar chaqirib olinadi. Aynan apparatlarni boshqarish uchun ishlatiladi va keyin esa operatsion tizimga o'z yo'lini ko'rsatib qo'yishadi. Demak, barcha resurslarni boshqarish uchun asosiy tizim ishga tushadi. Va oxirida esa utilitalar qismi, ya'ni tizimni sozlanmalari va ularni sozlash va ma'lum bir xizmatlar ko'rsatish, ma'lum bir joylarda muammo bo'lsa, aynan shularni ko'rsatish uchun utilitalar qismi ishlatiladi. Va BIOS asosiy kirish chiqishlarni boshqaruvchi tizim. BIOS bu inglizchasiga Basic Input Out System bo'lib hisoblanadi. Bu kompyuter o'chirilganda ham saqlanadigan maxsus xotira bo'lib hisoblanadi. Va kompyuterda esa kichkina mikrosxema bo'lib hisoblanadi. Va kompyuter yonishi bilan birinchi bo'lib aynan ishga tushuvchi qism bo'lib hisoblanadi. BIOSning vazifalari asosan post vazifasi bor, ya'ni o'z-o'zini tekshirish vazifasi, ikkinchisi apparat qurilmalarini aniqlash va sozlash qismlari va uchinchi vazifasi operatsion tizim yuklagichlarini ishga tushirish vazifasi va to'rtinchisi asosiy kirish va chiqishlarni operatsiyalarni boshqarishdan iborat va oxirgi 5-vazifasi tizimlarni sozlash uchun saqlash imkoniyatini beradi. Ya'ni qo'shimcha ravishda SMOS degan qismga bo'linadi. Va operatsion tizim yuklagichlari, bu to'g'ridan to'g'ri operatsion tizim yuklagichlari bu ko'pinchalik ishlatiladi. BIOS tomonidan ishga tushirilgan va operatsion tizimning xotiraga yuklanadigan maxsus dasturi bo'lib hisoblanadi. Birinchi bo'lib BIOS qismi chaqirib oladi aynan shu dasturni va keyinchalik esa u dastur esa operatsion tizimni ishga tushirish uchun xizmat qiladi. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, BIOS ishga tushiriladi, keyin esa aynan operatsion tizim yuklagich ishga tushadi va keyin esa operatsion sistema xotirasiga ko'chiriladi. Aynan mana shu uchun har doim xizmat qilib boradi. Bu yuklagich qattiq diskdagi maxsus bo'lim, ya'ni Ember yoki GPT degan qismlar bor. Ya'ni Ember bazaviy tizim, GPT esa gibrid tizim sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan unda operatsion tizim fayllarini topish va operativ xotiraga ko'chirish uchun har doim xizmat qilib boradi. Va qurilma driverlarini chaqirish qismi bor. Demak, qurilma driveri bu qurilma driver operatsion tizim va apparat qurilmalari o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi maxsus yozilgan dastur bo'lib hisoblanadi. Har bir qurilma o'zining driveriga ega bo'lishi kerak. Agarda u driveriga ega bo'lmasa, u qurilma bilan ishlash imkoniyati bo'lmaydi. Va driver turlari bor.
ma'lum bir turlar keltirilgan bu yerda printer driverlari, video karta driverlari, tarmoq adapteri, ovoz kartasi, USB qurilmalar driverlari va hokazolarni keltirishimiz mumkin. Bunday ko'rinishdagi driverlar juda ham ko'pligini ko'rishimiz mumkin hozirgi kunda. Va driverning ahamiyati, demak, driversiz operatsion tizim qurilma bilan muloqot qila olmaydi. To'g'ridan-to'g'ri driver o'rnatilmasa, qurilma ishlamaydi. Va yoki degan narsasi bor, noto'g'ri ishlay boshlaydi. Aynan qurilma tizim bilan to'g'ridan-to'g'ri ishga tushmasdan o'z holatida ishlay boshlayveradi. Va operatsion tizimlar hozirgi kunda juda ham ko'p ishlatilgan qismlardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Operatsion tizim kompyuterning barcha resurslarini, protsessor, xotira, qurilmalar boshqaruvchi va foydalanuvchi bilan muloqotni ta'minlovchi asosiy tizimli dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Aynan operatsion tizim. Hozirgi kunda juda ham keng tarqalgan operatsion tizimlardan biri bu Windows, Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va eng keng tarqalgan tizim bo'lib hisoblanadi. Va keyingisi esa ochiq kodli Linux tizim bo'lib hisoblanadi. Serverlar va dasturchilar uchun juda ham mashhur bo'lgan operatsion tizim. Va keyingisi macOS, ya'ni Apple kompaniyasi tomonidan Mac kompyuterlari uchun ishlab chiqilgan operatsion tizim bo'lib hisoblanadi. Va keyingisi Android va iOS tizimlari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan operatsion tizimlarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va zamonaviy operatsion tizimlarning vazifalariga qaraydigan bo'lsak, demak, birinchi navbatda protsessorlarni boshqarish, ikkinchisi xotirani boshqarish, uchinchisi fayl tizimini boshqarish, uchinchisi fayl tizimini boshqarish, to'rtinchisi xavfsizlik, beshinchisi tarmoqni boshqarish, oltinchisi esa foydalanuvchi interfeysini boshqarishga o'tiladi. Ya'ni foydalanuvchi interfeysi to'g'ridan-to'g'ri grafik yoki matnli interfeyslar orqali, demak, foydalanuvchi bilan muloqot qilishni ifodalab beradi. Shu uchun ishlatiladi. Demak, ko'p vazifali va ko'p foydalanuvchi tizimlarga misol keltiradigan bo'lsak, bu ko'p vazifali, ya'ni multitasking degan qismga bo'linadi. Demak, bir vaqt o'zida bir necha dasturlarni ishlatish imkoniyatini beradi. Bu yerda protsessor vaqtni tezkor almashtirish orqali amalga oshirib boriladi. Ya'ni operatsion tizim dasturlarni majburan almashtiradi. Ya'ni ma'lum bir qaysi dastur bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ma'lum bir ishni to'xtatib, boshqa dasturga o'tib ketish amallarni bajaradi. Bu dasturlar o'zini vaqt bo'yicha o'zgartirib ish imkoniyati va aniq vaqtda talablarga javob berish imkoniyatini beradi. Aynan mana shu yerda ko'p vazifali ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerga hozirgi kunda ishlab chiqarilgan Windows ham, Linux ham, iOS tizimlari ham, Android tizimlari ham hozirgi kunda bu jarayonlarga javob berib bormoqda. Va ko'p foydalanuvchi operatsion tizimlar bor. Multi-user degan operatsion tizimlar bu bir kompyuter tizimida bir vaqtda bir necha foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi. Har bir foydalanuvchi o'z seansiga ega. Masalan, server kompyuterlarni olishimiz mumkin. Aynan ular bir necha odamlarga ma'lum bir internet xizmatlarini ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Va resurslar foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlanadi, xavfsizlik va hududlar alohida boshqariladi, server tizimlari keng qo'llanilib boriladi. Va zamonaviy operatsion tizimlarning aksariyati barchasi ko'p vazifali va ko'p foydalanuvchilar rejimlarini qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan bo'lib ishlab chiqarilmoqda. Va utilitalarga qaraydigan bo'lsak, demak, utilitalar tizimni sozlash, xizmat ko'rsatish va optimallashtirish uchun mo'ljallangan yordamchi dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ular operatsion tizimning bir qismi yoki alohida dasturlar sifatida kelish imkoniyatini beradi. Masalan, demak, disk utilitalari bu diskni defragmentatsiya qilish, tekshirish, tozalash vazifalarini bajarib beradi. Va keyingisi esa utilitalarni arxivlovchi dasturlar. Bu yerga fayllarni siqish va arxivlash
o'z ichiga olib ketiladi. Va keyingisi esa antivirus dasturlarini keltirishimiz mumkin. Bu yerda zararli dasturlardan himoya qilish va tozalash imkoniyatini beradi. Va keyingisi tizimni monitoring qilish. Demak, protsessor, xotira va tarmoqlarning yuklanishini kuzatish uchun aynan ishlatiladigan qism bo'lib hisoblanadi. Utilitalar bularni ko'rsatib beradi. Va amaliy dasturiy ta'minot haqida gapiradigan bo'lsak, demak, bu yerga birinchi matnni jadval ko'rinishida, ya'ni elektron jadvallar bilan ishlash, taqdimotlarni yaratish, grafik muharrirlarni keltirishimiz mumkin, kompyuterlarni joylashtirish tizimlari, ya'ni CAD degan tizimlari mavjud. Aynan bu yerda har xil ko'rinishdagi figuralarni, uchli ko'rinishdagi figuralarni yasash va hokazolarni keltirish mumkin. Ekspert tizimlari, ya'ni sun'iy intellekt tizimlarini keltirishimiz mumkin. Multimedia ilovalarni yaratish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Gipermatnli tizimlar bilan ishlash, internet xizmatlariga kirish tizimlari, brauzerlar bilan ishlash aynan mana shu ko'rinishdagi dasturlarga biz to'g'ridan-to'g'ri amaliy dasturiy ta'minot sifatida qarashimiz mumkin. Bular esa aynan foydalanuvchilarga muayyan vazifalarni bajarishga yordam beradigan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Demak, matn va jadval protsessorlari haqida gapiradigan bo'lsak, demak, matn protsessorlari bu matn hujjatlarini yaratish va tahrirlash, formatlash uchun mo'ljallangan dasturlar bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda eng keng tarqalganlardan Microsoft Word, LibreOffice Write, Google Docs, Notepad va hokazo boshqa dasturlarni ham keltirishimiz mumkin. Jadval protsessorlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu raqamli ma'lumotlarni jadval ko'rinishida qayta ishlash va hisob kitoblarni qilish uchun ishlatiladigan dasturlar to'plamini olishimiz mumkin bo'ladi. Bularga Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice'dagi Concul degan dasturlar va hokazo larni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki VPS Office ichidagi ham Concul degan dasturlarni ham keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va taqdimot va grafik muharrirlar haqida gapiradigan bo'lsak, demak, taqdimot dasturlari o'z ichiga, demak, slaydlar asosida vizual taqdimotlarni yaratish uchun xizmat qiluvchi dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Bu Microsoft PowerPoint, Google Slides, Gamma, LibreOffice'dagi Impress va hokazolarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va grafiklar bilan ishlash uchun, demak, grafika muharrirlar bilan ishlash uchun, demak, rasm va grafiklarni yaratish, tahrir qiluvchi dasturlar to'plamiga aytiladi. Bu yerda eng ko'p ishlatadigan qismlarimiz oddiygina Windows tizimlarida Paint dasturi bor, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator yoki ishlatiladi. Bepul dasturlardan GIMP, Corel Drive va hokazolarni keltirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, aynan u dasturlar grafika bilan ishlash uchun xizmat qiladi. Va kompyuterlarni joylashtirish tizimlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri CAD tizimlari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bular muhandislik, arxitektura va dizayn sohasida kompyuterlar yordamida loyihalarni yaratish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ya'ni CAD tizimlarining imkoniyatlariga qarab, demak, bir necha guruhlarga ajratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 2D va 3D loyihalarni yaratish, aniq o'lchamlar va parametrlar bilan ishlash, simulyatsiya va tahlillarni o'tkazish, ishlab chiqish uchun hujjat tayyorlash, turli formatlarni eksportlar qilish va mashhur CAD dasturlari sifatida qaraydigan bo'lsak, bular AutoCAD, ya'ni arxitektura va muhandislikda ishlatiladigan dastur va keyingisi, demak, SolidWorks degan qismi bor, demak, mexanik muhandislik dasturlari va hokazolarni, demak, keltirishimiz mumkin bo'ladi. Aynan bular kompyuterlarda har xil ko'rinishdagi arxitektura va muhandislik jarayonlarini ma'lum bir shakllarni yaratish uchun xizmat qilib boradi. Va qo'llash sohasi bir arxitektura, qurilish, mexanika, elektrotexnika, aviatsiya, avtomobil sanoati va boshqa jarayonlarga juda ham ko'p qo'llaniladigan soha bo'lib hisoblanadi. Va ekspert tizimlari va multimedia ilovalari sifatida aytadigan bo'lsak, demak, ekspert tizimlar bu sun'iy intellektga asoslangan, qurilgan, muayyan soha bo'yicha mutaxassis darajasida qaror qabul qila oladigan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Bu yerga tibbiyotda kasalliklarni tashxis qilish,
moliyaviy maslahatlar berish, muhandislik diagnostikalari, huquqiy maslahatlar berish tizimlari mavjud. Hozirgi kunda ham bizga huquqiy maslahatlar beruvchi qismlardan bittasi Lexus saytini ham ko'rishimiz mumkin. Unga to'g'ridan-to'g'ri sun'iy intellekt qismini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va multimedia ilovalarga aytadigan bo'lsak, audio, video, animatsiya, interaktiv kontentlar bilan ishlash jarayonlariga mo'ljallangan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Misol sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, audio muharrirlari, video muharrirlar, animatsiyalar bilan ishlovchi dasturlar, media playerlarni ham misol sifatida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan dasturlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Va gipermatnli tizimlar va internet xizmatlariga kirish qismlarini keltiradigan bo'lsak, bu to'g'ridan-to'g'ri gipermatnli tizim, matn degani bir-biriga havola orqali bog'lanadigan matnli hujjatlar tizimi bo'lib hisoblanadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri HTML dasturida yoziladigan veb sahifalarni bir-biriga bog'lovchi matnlar o'rtasidagi muloqotni keltirib chiqaradi. Va internet xizmatlariga kirish tizimi esa demak internet resurslarini kirish va ulardan foydalanish uchun mo'ljallangan dasturlar bo'lib hisoblanadi. Bu web brauzerlar misol sifatida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va web brauzerlarning vazifalariga sifatida aytadigan bo'lsak, bu HTML, CSS va JavaScript kodlarini talqin qilish va vizual ko'rinishga ko'rsatib berish vazifasini bajaradi. Va shu bilan birgalikda xavfsiz HTTPS degan protokollarda ishlash imkoniyatini ham beradi. Demak, uskunaviy dasturiy ta'minot haqida qisqagina gapiradigan bo'lsak, uskunaviy dasturiy ta'minot bu dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqarish jarayonida qo'llab-quvvatlaydigan vositalar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ya'ni muhit deb aytishimiz ham mumkin. Bu vositalardan bittasi sifatida qaraydigan bo'lsak, kod yozish jarayoni, ya'ni oddiygina matn muharrirlariga o'xshab kod yozish qismlariga bo'linadi va ikkinchisi esa aynan u kodni tekshirish uchun kompilyatsiya qilish amallari bajariladi. Ya'ni kompilyatsiya kompilyator va interpretatorlar yordamida amalga oshirib boriladi va sinov davri bor. Demak, aynan sinovdan, testdan o'tkazish jarayoni xatolarni ma'lum darajada topish qismiga bo'linadi va tarqatish, ya'ni tayyor dasturni foydalanuvchilarga yetkazib berish jarayonini o'z ichiga olib ketadi. Va dasturiy ta'minotni ishlab chiqarish vositalari sifatida keltirishimiz mumkin. Demak, IDE, ya'ni muhitlar, demak, Visual Studio, Eclipse, PyCharm va hokazo juda ham ko'p muhitlar mavjud. Demak, kompilyatorlari bor: C, C++, Java, Microsoft va hokazo kompilyatorlar mavjud va versiyalarga qaraydigan bo'lsak, u versiyalarni GitHubga, GitLab va hokazolarga demak to'g'ridan-to'g'ri joylashtirib qo'yish imkoniyatimizni beradi va test vositalari sifatida qarashimiz mumkin. Bu Java Web API va JavaScriptlar orqali ham demak test vositalari sifatida qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Va xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak dasturiy ta'minotning to'liq tasnifi tizimli dasturiy ta'minot, amaliy dasturiy ta'minot va uskunaviy dasturiy ta'minot ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va dasturiy ta'minot zamonaviy kompyuter tizimlarining miyasi bo'lib, apparat qurilmalari hayotiga demak insonning ma'lum bir ehtiyojlarini qondirish uchun demak dasturiy to'plamlar ishlatilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Demak, salomat bo'lingizlar.